Bugun sizlarga so'zlaydiganimiz samsak demlik g'oz qiyam yasash usuli. Buni diqqat qildiğiniz samsakni qo'rg'oqda cho'qim kuydiruvchida saqlash kerak. Ikkinchisi, uvoq g'ozni qozonga solguncha qaynoq suvda yoki ochiq suvda buni nambilib qozonga solamiz. Bilam do'stlar, yaxshimisizlar? Nurg'un do'stlar bizga xat yozib, oilada g'oz qiyam yasash usulini o'tib qo'ysanglar deb talab qilibdi. Ko'pchilikning talabiga asosan oilalarda 4 xil g'oz qiyam yasash usulini aytdik. Bugun sizlarga so'zlaydiganimiz 4-xil usuli samsak tamlik g'oz qiyam yasash usuli. Bunda bo'lsa diqqatinglar ekranda bo'lsin. Bunun ketadigan materiallar jirik loza, chanalgan samsak, loza uni, ya'ni yumshoq loza. Bunun ketarlik materiallarimiz shu. Endi biz qozonni ichiga berib, puroq mayya solamiz. Biz old bilan qozonga yog' quyib, bu puroq materiallarni so'g'uq yog'ga solamiz. Yog' asta-asta qizgandan keyin buni siqib ta'mi chiqishga boshlaydi. Yog' bize temperatura o'rilgandan keyin havay to'g'ri olgan. Bu so'ng piyoz, pishaq so'ng piyoz, oshko'kka, bosh piyoz, zanjibillarni qozonga solamiz. Bu piyoz, yumg'oq süt, so'ng piyozlar bu işte sarg'ayga ostida suzib olamiz. Bu suzib olgandan keyin bo'ldi bilan bak qizib deymiz yog'ni. Chal qizgandan keyin samsakni sep qo'rib olamiz. Samsakning rangi işte sarg'ayganda biz bu ochiq suv aralashtirib, namdib olgan lozni solamiz. Orqadan uvoq lozni solamiz. Orqadan tuz solamiz. Orqadan qo'shib shakar. Bu şekerinin təmlərini özara bağlaş rolu var. Şunu da şeker salımız. Bunu tatlı qilish emas maqsad. Qo'rib bo'shalib kelganda o'tni o'chiramiz. Bu g'oz qiyamimiz tayyor bo'ldi. Hamda qopchiq ustuymiz. Bugün oldukmu köpçülük. Bugünkü samsak demlik g'oz qiyamini yasash usuli bir şeyde akıllaştı. Bunun alaylığı puroq intayın küçük. Mustaqilmi dimaklarga urilib turibdi. Endi buni diqqat qildiğiniz samsakni qo'rg'oqda cho'qim kuydiruvchida saqlash kerak. Samsak sarg'ayganda orqadan solgan narsani chiqaramiz. Onun ikkinchisi, uvoq g'ozni qozonga solguncha qaynoq suvda yoki ochiq suvda buni nambilib qozonga solamiz. O'g'ilib olgan bo'lsanglar, yurak berib saqlayib, yaqinlaringlarga aytib ular foydalanib qolsin. Xayr xo'sh, keyingi sonda ko'rishaylik.